Assalomu alaykum obunachilar. Mana sizlarga mol boqish usullarini o'rgataman. Mana erta tong saharda mana bir jomdan silyoz, bir yarim cho'mishdan kepak aralashma. Mana qirg'iz novvoslar. Mana aralashmani yeb yotdi. Mol boqishga qiziqib turganlarga mol boqish sirlari. Endi tagini endi tozalaymiz. Sigirimiz o bitta katta sementali bor. Obunachilarimiz niyat qilganlar hammaga nasib qilsin.